Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi zakazimizni ham Andijonga chiqarib yuborish arafasidamiz. Andijondan Qirg'izistonga o'tib ketishadi. Kecha kelishganmiz akamiz. Shonamiz ko'rishdi, katyollarimiz bilan tanishishdi. Ma'qul keldi, xudo xolasa. Bitta 30 kilovatlikdan zakaz qilishgan. 30 kilovatlikni bugun yetkazib beramiz. Andijondan kargodan o'tkazib yuboriladi. Yangiliklarimiz ham bo'lib qoladi bu tarafda. Bular alohida video tayyorlaymiz. U klientimiz kecha kelib, ko'rib, ish jarayonimiz bilan tanishdi. Katyollarimiz juda ma'qul keldi. Sifati, tayyorlanish jarayoni, ishlatayotgan materiallarimiz barchasini ko'rib, tanishib, bitta zakaz berishdi. Xudo xohlasa Qirg'izistonga dillaylikda nasib mana shu akamizga beramiz. Kelishuvlarimiz o'xshab qolsa, akamizga Qirg'izistonlik dillaylik beramiz. Joyda qolgan katyollar ham chiqyapti, mana katta, kichik har xil. Bu katyolimiz ham yangilik katyolimiz. Buni bitgandan keyin yana xudo xolasa alohida bitta video qilib tayyorlaymiz. Bu 70 kilovatlik, 90 kilovatlik katyolning mini varianti bo'ldi. Bu 200 dan oshiqroq. 250-300 joyda ham olib beradi. Tepa qismida mana 4 ta turbadan boshlanadi. Stenkasi qalin turbadan 4 ta qo'yilgan. Undan keyin 3 ta teplabeynik. Bitta, 2 ta, 3 ta. Bu gorizontalik, ya'ni yotgan holatda, gorizontal holatda 3 ta. Keyin vertikaliga ham 2 ta o'tadi mana. 3 ta vertikal gorizontaldan o'tib kelib, bitta, 2 ta aylanib 2 ta vertikaldan chiqib ketadi demaxotlardan. Toza ochib tozalash demaxot qopqoqchasi. Xo'p, bular ham bityapti. Xudo xolasa, sekin-sekin bularni ham videosini chiqarib olishga harakat qilamiz. Hozir mana shopirimiz kelishsa, bitta 30 kilovatlikni jo'natib yuboramiz. Garilkasi ham mana tayyor bo'lib qolgan. 350 gimiz ham bor, 200 bor, kattalari bor. Mana sekin bu yoq tayyorlanyapti. Xudo xolasa, mana shuni zakazlar chiqarib yuboryapmiz. Bunkeri kattaroq. 30 kilovatlikniki 120-130 kilo atrofida sig'adi bunkeriga. Garilkamiz o'zgarish yo'q. Dubayno reduktorli, katta motordan bu yoqdan chiqadi. Biz qalin listdan tayyorlaymiz. Ko'pchilik kuzatuvchilarimiz biladi. Qalin 10 mm li listdan. Bu qismi, mana yoni, bu tarafi 10 mm li listdan. Motorimiz baquvvat motor, nisab motkali, Dubayno 2 tadan reduktordan через o'tib ketadi. Shinagimiz frutdan bo'lgan ichi, bu ham hali qayrilib ketish, sinib ketish degan narsa holatda kuzatilmaydi. Uncha katta, qalin, qattiq ko'mirni ham maydalaydi. Tosh kelib qolmasa bo'ldi, lekin toshni maydalanmaydi, ochiqni aytish kerak. Toshni maydalaydigan darajada quvvatli emas, drabilka emas. 20, 350 mana 350 kvadrat yozib qo'yganmiz, 35 kilovatli. Bu 70 kilovat. Narigilarimiz 300 da adashmasam 300 kvadratli, ya'ni 30 kilovat. Hozirgi 300 kvadratligimizni mana shunday holatda o'radik. Bu Qirg'izistonga chiqib ketyapti, aytib o'tganimdek. Zakazga mana shunaqalarni o'rab berdik. Falgaga chiroyli qilib. Kargoga yuklangan vaqtda ham qirilib netib ketmasligi uchun pokovka qilib qo'ydik. Bunkerni ham o'radik, garlikani ham o'radik, chiroyli qilib pokovka qilib. Xudo xohlasa bugun yetkazib beramiz. 300 taligimiz.